Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Red kanali va masal e'tiborlaringga navbatdagi preview videoni taqdim qilaman. Undan oldin odatdagidek sizlardan aktivlikda like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizni kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz 18 dan 19 ga o'tar kechasi soat 00:00 da Stamford Bridge stadionida, mana bunday fond go'zal stadionda mahalliy Chelsea jamoasi o'zining uyida Manchester United jamoasini qabul qiladi va bu so'zsiz menimcha turning markaziy uchrashuvi hisoblanadi. Ikkita Chempionlar Ligasi o'rinlari uchun kurashadigan va hozirda o'zgarishlar girdobida qolgan ikkita jamoa o'rtasidagi uchrashuv, markaziy uchrashuv bo'ladi. O'yin haqida nima deyish mumkin? Azaliy raqiblar, APLda top 6 liga kiruvchi jamoalar va hozirda qayta qurish jarayonida ketadigan ikkala jamoada uchrashuv bo'lib o'tadi va o'ylaymanki, bunda Manchester United jamoasi Karrik boshchiligida hech qanday sudyalarning aralashuvisiz, kasaklarsiz bemalol g'alaba qozona oladi va o'ziga kerakli bo'lgan 3 ochkoni olish natijasida Chempionlar Ligasiga chiqish uchun yana bir muhim qadamlardan birini qo'yadi deb umid qilaman. Sizlar nima deb o'ylaysiz? Bu albatta kommentariyalarda yozib qoldiringlar. O'yin haqida yana nima deyish mumkin? O'yin so'zsiz ikkita yosh murabbiyning bir-biri bilan adashmasam agar dastlabki to'qnashuvi va o'ylaymanki, bunda boya aytganimdek Manchester United treneri Michael Carrickning qo'li baland keladi. Endi o'yin haqida nima deyish mumkin? O'yinga tusha olmaydigan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Manchester United Chelsea tarkibida quyidagi futbolchilar maydonga tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Colwill, Mudryk, Chalobah, Bino Gittins, James hamda Jorgensenlarni maydonga tusha olmaydi yoki tusha so'roq ostida deb beryapti saytlar. Lekin bularning ichidan eng katta kalibrdagi shu asosiy tarkib futbolchisi deb o'ylaydiganim Reece James hisoblanadi menimcha. Sizlar esa bironta ma'lumotga ega bo'lsalaring, qolgan futbolchilar haqida yana kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Manchester United tarkibida esa Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Harry Maguire hamda Lisandro Martinezlarni maydonga tushishi so'roq ostida yoki tusha olmaydi deb beryapti saytlar. Oxirgi ikkita himoyachimiz qizil kartochkalar tufayli maydonga tusha olmaydi. Eslatib o'taman, o'yin Stamford Bridge stadionida bo'y aytgandek va unda sudyalikda Michael Oliver janoblari amalga oshiradi va o'ylaymanki, sudya o'sha o'yinga minimal tarzda aralashuvi va o'yinda qiziqarli kechishi menimcha ta'minlanadi deb o'ylayman. O'zaro va so'nggi o'yinlar statistikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Chelsea so'nggi 5 ta uchrashuvda 4 ta mag'lubiyatga uchragan va 1 marta g'alaba qozongan. So'nggi turda ular City jamoasidan 0-3 hisobida mezbonda mag'lubiyatga uchragan. Manchester United tarkibida esa Manchester United so'nggi 5 ta uchrashuvda esa 2 ta mag'lubiyat, 1 ta durang hamda 2 ta g'alabaga erishgan. Va so'nggi o'yinda ular xabarlaring bor, Leeds jamoasidan o'sha Martinezda sudyani aralashuvi bilan tashqi aralashuvlar natijasida 1-2 hisobda mag'lubiyatga uchragan. Jamoalar o'zaro uchrashuvlarga keladigan bo'lsak, jamoalar shu paytgacha 191 marta maydonga tushgan va shulardan 56 bora Chelsea qo'li baland kelgan, 54 bora jamoalar murosa ko'chasini tanlagan va 81 bora Michael Carrick deb o'rtman. Manchester United jamoasining qo'li baland kelgan. Va o'ylaymanki, ertaga uchrashuvda avvalambor qiziqarli, raqobatdosh hamda albatta Manchester United g'alabasi bilan kechadi deb umid qilaman. Turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, turnir jadvalida ko'rishlaring mumkin. Birinchi o'rinda Arsenal jamoasi 32 ta tur o'ynagan ular va ularda 70 ochko mavjud. Keyingi o'rinda Manchester City jamoasi, ularda bitta tur kam hamda 64 ochkoga ega Manchester City jamoasi. 3-o'rinda Manchester United jamoasi 32 turdan keyin 55 ochko to'plagan. 4-o'rinda Aston Villa jamoasi 32 turdan keyin 55 ochko to'plagan ular ham. 5-o'rinda Liverpool jamoasi ketyapti. 32 turdan keyin 52 ochko to'plagan holda va 6-o'rinda Chelsea jamoasi, ularda ham xuddi shunday turda 48 ochko mavjud. Ikkala jamoaga ham boya aytgandek g'alaba suv va havodagi zarur. Tем более hozir
shu Angliya chempionatini hal qiluvchi bahslari ketyapti, chunki top 6lik uchun, top Chempionlar Ligasi uchun chiqadigan jamoalarda raqobat juda ham kuchli va har bir xatolik jamoaga qimmatga tushishi mumkin. O'yin uchun taxminiy tarkibga keladigan bo'lsak, men quyidagi futbolchilarni tushishi mumkin deb taxmin qildim. Sizlar esa o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Demak, darvozada Seni Lamins, himoyada Luke Shaw, Aiden Heaven, Leni Yoro hamda Diego Dalotlarni tushishi mumkin deb taxmin qilyapman men. Sizlar albatta o'zlaringiz fikrlaringizni bildirishlaring mumkin. Tayanch zonasida Casemiro hamda Kobe Maino'larni qo'ydim men, chunki insayderlar yozishiga qaraganda Kobe Maino hozir korrektda xabar berishicha o'yinga to'liq tayyor, umumiy jamoa mashg'ulotlarida qatnashyapti va ko'p ehtimol bilan agar ekstraordinarniy narsa bo'lib qolmasin, ko'z tegmasin, Kobe Maino maydonga tushishi ehtimoli yuqori. Hujumchilar ortida bizda o'zgartirib bo'lmas kapitanimiz Bruno Fernandes, ikkita qanotda Matias Cunha hamda Amad Diallolarni qo'ydimman va hujumga Brian Mbeumo'ni qo'ydimman. Uni ham kichik jarohati bor edi, lekin men taxmin qilyapman, menimcha uni ham o'sha maydonga jangga tashlash kerak, chunki oldinda faqatgina eng muhim uchrashuvlar qoldi deb o'ylayman va jamoamizdan albatta g'alabani kutib qolaman. Shu bilan men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Yana bir qo'shimcha ma'lumotlar sifatida Lisandro Martinesni uchun berilgan apellyatsiyaga, Manchester United tomonidan berilgan apellyatsiyasi sud qarori uni o'z kuchini yo'qotmadi va Lisandro Martines yana adashmasam 3ta o'yinga maydonga tusha olmaydi deb beryapti insayderlar. Kutib qolamiz Lichani tezroq maydonga qaytishini asosiy o'yinlarga. Endi men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat. Endi sizlarga o'sha videoning so'ngida 2020-yildagi uzoq o'tmishga yurishga, sayohat qilishga harakat qildim. O'sha payti Martial, Wan-Bissaka, Van de Beek, Daniel James kabi futbolchilarimiz biz Manchester United tarkibida to'p surayotgan paytlarida va o'shanda biz Chelsea mehmoniga borib 0-2 hisobida g'alaba qozonib qaytganmiz. Va o'sha gollarni men sizlarga qo'yib beraman. Sizlardan esa odatdagidek aktivlikda like bosishda, kommentariy yozishda hamda bizning kanalga podpiska qilishda iltimos qilgan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan yana bir bor Zamin Red kanali bo'ldi. Xayr. O'zlaringiz asranglar.